Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın har qaysi joylarlik qarindoshlarım. Bugünkü tadbiriyay sin dersleri İman İnsanның Bəxti degan kitaptan 22. halqamız, 22. dersimiz İman İnsanның Bəxti Saadeti Ustaz Mustafa Aslam oğlununki Düşen Neşriyatıdan çıkan Türkçe kitabı asasen Uygurçaga Batur Karaxallı qarindishimiz tarafından tercüme kılıngan. Bunu kitaptan İman İnsanның Bəxti degan kitap. En ahırkı bab yani 5. bab da kelgen mezmunumuz 5. bab İman İnsanның saadetidir degan mezmun. Şu babdan 260. bet imanninki 4 qatlimi ma'rifat onundan keyin tasdiq degan bunu 3 mavzuni birlikte ögünümüz qadirli qarindoshlar. Onundan keyin 23. dersimizde bunu kitabımızdaki Xitamuhu Miski yani en ahırkı dersimizde qilib şunu bilan bu kitap bilan vedalışımız. Bu kitap tugagandin keyin men uzundan beri sizlarga devatgan qo'limdagi bunu Ali İzzet Bügovichninki sharh bilan g'arib oraliqida islom taklimkan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan TRT'da ishlayotgan Odiljon Uyg'ur degan qarindishimiz tarjima qilgan kitap. Bu taklimkan nashriyatidan chiqqan. Ali İzzet Bügovich resimli kögününglardek aşu şahıs merhum vafat olup ketken lekin bu şu eserini koyup ketken. Onundan keyin hazır men işlewatgan Sulaymaniya vakfida mana bu kitap ve hikmet degan jurnaldan Qur'oni Kerim ayollarni urundemdo, ayollar kol tekkizishga buyurumdu degan mavzudaki ustazning profesör doktor Abdulaziz Bayındır'ninki ilmi makalesi var. Makalı qili uzun makale ekan 15 betlik. Şu makalani tercüme qilib buningdan xabaringlar bo'lib qolsin jinim qarindoshlar. Anda olsa biz iman safarimizni boshlaylik. İmanninki 4 qatlimi. Aldığın paragraflarda anның 4 qatlımı sübütü tilgə alğan ma'rifat, tasdiq, iqrar ve emel imanның 4 qatlımını təşkil qılıdı. Bu qatlamlarını oturğa çıxırdığan merkezler 3 bulup, ular aql, qalb ve bedendir. Ma'rifat aqlda, tasdiq qalbda, iqrar ve emel bedende namayan buludu. Aql, qalb, til ve bedende hasıl boğan bu qatlamlarını bilim, tuygu, söz ve hareket şeklinde ya ki nezriye, his, itiraf ve icraat şeklinde ifadeleşkimi buludu. Ma'rifat aqlning, tasdiq qalbning, iqrar ve emel bedeninin iman etişi bulup, aldığın ikisi abstrakit, keyinki ikisi konkret buludu. Konkret hukumdur. Ma'rifat ve tasdiq imanның içki dünyadaki, iqrar ve emel imanның taşqi körünüşteki namayendisidir. Anның bu 4 qatlamlarına iman ve İslam noktasından qarğan vaqtimizda mundaq deyishki buludu. Ma'rifat ve tasdiq imandır, iqrar ve emel İslamdır. Delillerge asaslanğan vaqtimizda imanның dairesi İslamdan keng dairede boğanlıqıdan iman bu qatlamlarning hemmisini öz içige alıdı. İman bu qatlamlarning ya biriside, ya ki ikiside, ya ki üçüde ve ya ki hemmisi de bırakla namayan buludu. Bu paraklık ahvalda iman ilgisi boğan kişimo paraklık sübetler bilen atılıdı. Yani mümin, muslim, münafık ve kafir. Bazıda bu qatlamlar şundaq bir şekilde namayan buludu ki
Bu ahvalda u kişinin imanını bu tört sübetinin hiç qaysı bilen izahlığılı bolmaydı. Her türlük məxluqlar mevcut bolğandek, günümüzde yava otdek köpüyüvatqan iman gadaylarga ənənevi dini ufqumlar bilen baha biriş nihayeti qiyin. Çünkü imanның nima ekanligini to'liq bilishmaydi. Yani işengen yoki ishonmaganligi aniq emas. Ko'pincha buningga o'z durumu aniq bir javobni berolmaydi. Nodonligi sababidan dinda aslida mavjud bo'lganni dinda yo'q degan gumon bilan inkor qilganlar bo'lgandek, dinda aslida bo'lmagan narsani dinda bor degan gumon bilan iman aytganlarmi az emas. Bazı iman gadayları Kur'an'ın ahkamlarını inkar qilib turib o'zini musulmon deb qaragandek, ba'zilar o'z meylichi bir narsalarni to'qib chiqib, uni islom qo'shtirnoq ichida islom deb atamoqda. Tarixda iman haqida hech qachon bugünkidek mundaq murakkab bir ahvol o'ttirg'i chiqmagan bo'lsa kerak. Bizningcha mesele bir mu'mindek haqiqiy turda iman etquchilardan yoki bir kofirdek haqiqiy inkor qilg'uvchida emas. Asli mesele iman bilan inkor, islom bilan kufr, tavhid bilan shirk, xurofiylik bilan din, bid'at bilan sahih sunnat, aniq ma'lumot bilan gumon, ilm bilan nodonlik, haq bilan batil, kechi bilan kunduz, oq bilan qorini bir-biriga aralashtirayotganlardan kelib chiqmoqda. Shundoq aralashtirib etish imoni bilan vijdoni yalmavuzlashgan bu davr insonlarining tabiatiga aylanib qoldi. Hammani bir-biriga aralashtirib etib qalaymagan qilib etish, burmalash va o'zgartib etish ularning odatiga aylanib ketdi. Bazılar içimlikte kokteyl, yani her xil içimlikle aralashtirilgan içimlik türü, öy bizakçilikide mozaik, her nerside saplık talep qilmaydi. Bir-biriga kirishtirib etishni yaxshi ko'rdi. Ammo men mu'min va mu'min holatimda yashayman deguchilar Qur'on ta'limotiga asosan haqni batilga aralashtirmaslik kerak. Eğer kişinin başkalarına okşaş rengdarlık söygüsü dini noktada cüş urup, Moğol hükümdarı Dara Şukuh Hindistan'da, Bahaullah İran'da, Torlah Kemal Sabatay Savi ve zamanımızdaki Torlah Kemallar Anadolu'da vücutta çıkarmakçı boğunedek dinlerini, imanını, İslam'ını birbiriyle arlaştırıp etmeyen. Kabe'ge mi, Vatikan'a mı barmen, mescidge mi, kavaxanaga mı kirimen, namaz mı okuymen, haraqni mı içimen, musulman mı bulumen, kafir mı bulumen, yoki müminge okşaş işinimen, kafirge okşaş yaşaymen degan düşünce bilen hareket kıladiken, ondaqda o'ziga yeni bir din, yeni bir kitap, yeni bir elçi tepiş gerek. İmanның tört qatlımı bo'lgan ma'rifat, tasdiq, iqror va amal o'z ichida bevositalik munosabatga ega. Bevosita va vositalik munosabatga ega. Bu qatlamlarning biri bilan bo'lgan munosabati va natijasi haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Masalan, imanның 3-chi qatlami ve dinning mevcutluğu bilen bevosita munosabatlik bo'lgan aqlning tarmoqi ma'rifat, ya'ni tavhid bilimini asos qilsak, imanning boshqa qatlamlari bilan ma'rifat o'ttirisida tuvandagidek 7 xil bevosita munosabat mavjud. Birinchi ma'rifat, tasdiq, iqror va amal bo'lolmay turib iman bo'lamdi. Ikkinchi ma'rifat va tasdiq, İqrar ve emel bolmay turup iman bulamdı. Üçüncü, ma'rifat ve ikrar. Tasdik ve emel bolmay turup iman bulamdı.
Dördüncü, ma'rifat ve amel. Tasdiq ve ikrar bo'lmasdan iman bulamdı. Beşinci, ma'rifat, tasdiq ve ikrar. Amel bo'lmasdan iman bulamdı. Altıncısı, ma'rifat, tasdiq ve amel. İkrar bo'lmasdan iman bulamdı. Yettincisi, ma'rifat, ikrar ve amel. Tasdiq bo'lmasdan iman bulamdı. Cevaplar hakkında ayrım to'xtalishga tegishli bu savollar imanning 4 qatlimi uchunmi kuchga ega. Xaliqalloh bu savollar asosida o'zining o'rni va ahvolini tekshirib ko'rib, kamchilikni to'liqlasa va imonini butunlasa bo'ladi. Endi tartib bilan bu qatlamlardan biri bo'lgan ma'rifat haqida to'xtalib o'taylik. Ma'rifat. Qadirli qarindoshlar, tadbiriyay sin darsida o'qib kelayotgan iman insonning baxti degan kitobdan ma'rifat, imonning 4 qatlamidan ma'rifatni birlikda o'rganamiz. İnsan bir beşer holatida tug'iladi. Cho'ng bo'lgan siri o'zidagi insonlik javhirini taraqqiy qildirdi va shuningga mos holda insonga aylanadi. Hayvani tarafi bo'lgan beden qismining cho'ng bo'lishiga mos holda insoniy tarafi bo'lgan ruhini taraqqiy qildirmasa, insonning odamiylik tarafi hayvonlik tarafi oldida paspalga tushib qoladi. Aql mu ruhga o'xshash insonni inson qilgan omillardan biri. Hayvonlarning aqli yo'q. Shunga ulardan iymon etish talab qilinmaydi. Hayvonlarning irodasi yo'q. Shunga axloqiy nuqtadan ularning axloq fazilatli bo'lishi shart emas. Ko'z qarash va g'oya aqlli kishi uchundir. Hayvonlarning ko'z qarashi va g'oyasi bo'lmaydi. İnson aqlini bilim uchun ishlatadi. Bilim insonni iymonga elib borsa foydali bo'ladi. İlim insonning mavjudligi, tashqi dunyosi, o'tmishi ve kelajagi haqida tafakkur qilgan narsalarning hammasini o'z ichiga oladi. Bu dunyo qarashi deb ataladi. Dunyo qarash bir aqida asosiga turg'izilsa, o iymon yoki aqida deb ataladi. Ma'rifatsiz iymonning kishiga qandoq ahmoqliklarni qilg'izganligining misollari tarixda nihoyat ko'p. Xavarişlarning qilmishlari buning eng jonliq misolidir. O'tmishda nodon mu'minlarning iymonining aqlliq munofiqlar va kofirlarning ilkida qandoq o'ynatilganligiga bu ummat nihoyat ko'p shohid bo'ldi. Iymondan yo'qsun ilmning qandoq bo'lganligining eng qo'rqinch misollariga kunimiz insonlari qo'rquv va taajjub ilkida shohid bo'layotdi. Xulos kelam, ilimsiz iman, imansız ilim insonlarga elib kelgan baloy ofatning milyondan birini elib kelmagan. Bu bir haqiqat. İnsaniyet imansız ilimning kelajak uchun qandoq bir falokat elib keldiganligini g'arb madaniyatidan tunib yetdi. İmanını taşlap, onun onuğa ilimni koygan bu medeniyetinin ilkide ilim, Mars'ın koludaki atom bombasına aylandı. Halbuki ilim, atomni bayqashni, iman onu insaniyetinin menfaati üçün işletişini ügütüdü. İmansız qalğan ilim, hem ilim ilgisini hem insaniyetini falaketki başlaydıgan vasıtığa aylanıp kalıdı. Tarix boyunca ilimni imanni ilimning düşmeni qilib qo'ygan, bir-birini to'liqlovchi bu ikki parchani hech qachon jam qilib bir gavdaga aylantirishga muvaffaq bo'la olmagan g'arb madaniyati o'tmishda iymon uchun ilmni qatl qilgan bo'lsa, bugun ilm uchun iymonni qatl qilmoqda. Neçe asr boyunca o'rta asr xristiyanlığı ilimni Adem ve Havva'nın cennetin haydilishiga sabab bo'lgan cheklangan meva deb qaragan edi. Tavratning ilimni chetga qoqirgan va iymonning sirtida deb qaragan Yahudi tushunchasi g'arb
o'rta asrning va chirkovning rasmiy yoki diniy tushunchasiga aylangan edi. Nodonligini, hamoqatligini asrlar o'tgandan keyin his qilib yetgan g'arb bu zulmat qorong'ulikdan chiqish uchun ilm va aqlning dushman qilib qo'ygan iymondan qutulmay turib, aqlga qaytadan erisholmaydiganligi tushunchasi bilan ilgari o'tkazgan xatolikni ta'tir o'rib, iymonni birib, aqlni qaytirib oldi. Ya'ni g'arb o'zi tiklab olgan qing'ir hayot falsafasining taqozosi natijasida ya iymonsizlik yoki aqlsizlik, ya'ni nodonlik qorong'ulik ichida qatirab yurdi. Bu madaniyat o'tmishda iymon uchun aqlni qatl qilishda hamoqatligining antini bugunlarda aql uchun iymonni qatl qilish bilan elayotdi. Bu madaniyat o'tmishda iymon uchun aqlni qatl qilishda hamoqatligining antini bugunlarda aql uchun iymonni qatl qilish bilan elayotdi. Ya'ni o'ch elayotdi demekçi. Halbuki aql ko'zga o'xshaydi. Aqli yo'q, ko'rdan farqsizdir. Ko'zi barlarning har doim ko'ralishi natoim bo'lgandek, aqli barlarni har vaqtda aqlli digilimi bo'lmaydi. Chunki ko'zning ko'ralishi uchun nur, yo'riqlik shart. Bu sababdan aqlni to'g'ri ishlatish uning nuri bo'lgan vahiyni taqozo qiladi. Vahiydan ayrılgan aql nuri yo'q ko'zga o'xshaydi va bu sababdan qarg'i kelmaydi. Birinchi xil ahvol ko'radigan ko'rlikdir. Ikkinchi xil ahvol aqlliq azg'unlikdir. Lekin birinchisi bilan ikkinchisi o'rtasida bir farq bor. Ya'ni birinchisi nursiz qolganlik uchun ko'rolmagan, apu qilishga bo'ladi. Lekin ikkinchisi iymonsizlikda apu qilg'ili bo'lmaydi. Çünkü sağlam aql Allah'ın hidayeti bilen imanға erişken kişiге yetekçilik kılıdı. Aqlını yo'qitib qo'yg'uchi sarang deb atıldı. Yeydi, içidi, yatıdı, uxlaydı, hacatını berib kilalaydı. Lekin bularni qilalishi uning aqlli ekanligining dalili emas. Bu kişiden iman so'ralmaydi. Çünkü bu kişi beşerge aylanib qolgan. İmanını yo'qitib qo'yg'uchi ziyon ishididir. G'oyasini yo'qitib qo'ygandir. Bu sebepten o Allah aytgandek hayvonlardanmi xardir. İman aqldimi cho'ng ne'mat bo'lganlik uchun iymonsizlik sarangni saqaytishdanmi qiyindir. İmansizlikning atrofga yetkazadigan ziyni aqlsizligidan eg'ir va qo'rqinch darajada bo'ladi. Asliga qaytsak, imonning 4 qatlamidan biri ve en aldığın o'rinda turadigan qatlam ma'rifatdir. Çünkü ilimsiz iman bo'lmaydi. Kishi o'zi bilinmaydigan narsaga qandaqmi ishonsin, shunday emasmi? Bu sebepten yani kishi o'zi bilmaydigan narsaga qandaqmi ishonsin, shunday emasmi? Bu sebepten Allah elçi evatilmagan qavmni halok qilmagan. Çünkü elçiler iman hakkındaki ma'lumotni kishilarga yetkazadi. Yani Allah'ını tunuşturatdı. Andın kişiler mesuliyet artılgan, haberdar bo'lgan Allah'a bendichilik qilib, qilmaganligi haqida javobgarlikka tortilgan idi. Bu sebepten ümmetning barliq olimlari iman etish zurur bo'lganlardan tafsili tushuntirilganlarga tafsili qisqa va izohasiz holatda bo'lganlarga shu holatni bilishning farz ayn ekanligida birlikka kelgan. Bu ahvolda iman etishga tegishli narsalarni bilmay turib iman etish mumkin emas. Bu sababdan ma'rifat imanning 4 qatlami ichida eng oldingi qatorda turadi. Endi biz ma'rifatning tasdiq, iqror ve amel bilen bo'lgan munosabatiga qarab chiqaylik.
Ma'rifat iman temisi bo'lgan omillarni bilish, tasdiq, iqror va amal bo'lmay turib, o'z oldiga iman bo'la olamdi? Bu savolning javobi albatta yo'q bo'lmaydi. Faqat bilishning o'zi hech qachon yetarli bo'lmaydi. Chunki bilim ta'vil va tafsirga bo'yin egidi, yengilib turadi. Iman aytish zarur bo'lgan narsalarni bilishning o'zi iman bo'lgan bo'lsa edi, shaytondan tartib barliq sharqshunoslar, Makka mushriklari, mashhur munofiqlar, Madina yahudiylari va murtadlarning hammasi mu'min va musulmon deb qaralishi kerak edi. Chunki Qur'on ularning Hazreti Muhammadni o'z o'g'illarini bilgandek obdan biladiganligi haqida ma'lumot bermoqda. Onundan başqa yana biz uni, yani Qur'onni gunohkorlarning qalbiga soldik. Shura 200-oyat. Oyatimo Qur'onning kishi ega bo'lgan ma'lumotdan halqagan bo'lsa-mo, lekin ularda imonga aylanmaganligini ko'rsatdi. Iman inkar bilan bir joyda tang mavjud bo'lmaydi. Lekin islom undaq emas. Ilim qo'lga keltirilgan bilimlar bo'lib, inson uningdan ayrilolmaydi. Lekin iman undaq emas. Bugun ba'zilar bilishni e'tiqod qilish deb qarab, iqror, tasdiq va amaldan xoli iman mavjud bo'ladi deb o'ylaydi. Agar iman, amal, tasdiq va iqrorsiz holda faqat bilim bilan mumkin bo'ladigan bo'lsa, Qur'on qachilangan barliq kompyuter va elektronlik uskunalar mu'min bo'lgan bo'ladi. Tarixda murjiya ismi bilan dang chiqargan fursatparast mazhabga tava ba'zi guruhlar iymonni faqat bilish deb izohlagan edi. Bu iymon izohatiga asoslanganda shaytonni mu'minlar qatoridan deb qarash edi. Bu haqdagi e'tirozni nazarda tutgan yana boshqa bir murjiya imomi iymonni iymon Allohni bilish va uningga takabburlik qilmaslik deb tushuntirgan bo'lib, bu orqali shayton iymonning sirtida qoldirilgan edi. Ikkinchi, ma'rifat va tasdiq. Iqror va amal bo'lmay turib iymon bo'lamdi. Bir kishi ishonish kerak bo'lgan shartlardan xabardor bo'lgan va ishongan bo'lsa, lekin ularni iqror qilmasa va vujudi bilan ado qilmasa, bu ahvolda uni iymon etdi degili bo'lamdi. Bu ahvolda din insonning hayotiga qat'iy aralashmagan, faqat hissiy va tushuncha nuqtasidan hal qilolmagan omilga aylanadi. Bu ahvolda inson vahiyni o'zining xiyollari bilan o'xshash o'ringa qo'ygan bo'lib, uning aqidasida samimiy ekanligiga ishongili bo'lamdi. Bilgan va aqida qilgan kishining uni iqror qilib hayotida aks ettirishiga nima to'salg'i bo'ladi? Bu islomsiz bir iymon bo'lib, bundaq iymon maqbul emas. Asr-i saodatda Rasululloh ilib kelgan vahiyning haq ekanligini e'tirof qilgan ba'zi kishilar bor bo'lib, ular kofir ustida yashadi va o'ldi. Taiblik mashhur shoir Umayy bin Abis Salt buning eng jonliq o'lgisidir. Bir kuni Abu Sufyan Abdulmutallibning yetimiki o'zining Allohning elchisi ekanligini e'lon qildi. U vaqtda sen nima deysan deb so'raganda Ibn Abis Salt o rast gap qilyotdi. Berib uningga itoat qil deb javob bergan. Lekin o'zi mushundaq ishinib turib, Alloh dushmani bo'lib yashadi va o'ldi. Uchinchi, ma'rifat va iqror bo'lib, tasdiq va amal bo'lmagan iymon maqbulmi? Ma'rifat va iqror iymon bosh bilan til o'ttirisida cheklanib qolgan, badan va qalbga yo'liqmagan bir ahvol bo'lib, bu mumkin emas. Aqldan boshlanib lavda oxirlashgan bir amalni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Bu sharqshunoslarning iymoniga o'xshab qoladi. Bu xuddi bir kishi cho'chqa go'shtning harom ekanligini biladi, hurmat qilish sababidan
onunla işindiğanlığını ifadelaydı. Ama aldığı çoşku güçü kuyulganda tilge ilingan çoşku güçü moşumu yoki emasmı bilmediğim dep onu tasdiq qilmasdan yiginiga o'xshaydi. Mana bu ahvolda bu vaqtdagi ma'lumoti va iqrorni yolg'onlagan bo'lmadi. Kunimizda ko'p uchraydigan musulmon turlarining birisi mana bulardir. Buning bir nifoq ekanligi va bu ahvolga tushib qolganlarning munofiq deb atıldıqanlıqı həmmimizə məlum. Əsri saadətdəki munafiqlar bunlardan bir dərəcə üstün idi. Çünki ular bilətdi, iqrar qılatdı və əməl qılatdı. Tarixdə bu türə kirdiğanlarını mümin digərlərmə çıxqan olub, Murciənin Kərramiyyə firqəsinin imamı Muhammed bin Kərram əs-Sicistani iman til bilən eytişdir. Meyli o kalbinin küpürge akide kusun. O Allah'ın nezrinde mümindir. Allah'ın dostudur, cennet ehledindir diyenid. Günümüzde mu murciyenin davamı boğan bazı saray ellamları bu azgın enige varislik kılıp çapını kütürüp atkan başburguçular imansız boğan takdirde mu ulanı aklaşqa urnuvatıdır. Dördüncü, mərifət və əməl bulub, təsdiq və iqrar bolmağan iman məqbul mu? Bu sualın cavabı nəhayət iniq. Yəni, Çin qəlbinin işənməyən və tili bilən iqrar qılmağan bir əqidini bilişi və ada qılışı kişinin nifaqığa dəlildən başqa nəsə emas. Bundaq əhval nəhayət az görülür. Çünki münafıqlar köpüncə tili bilən iqrar qılıdır. Bu əhval İman eytiş meselesi de kalp ve tilning rol almasdan vücutga chiqib chiqmaslik meselesidir. İman fakat düşüncege aylangan bir fikir emas. Buningda şübhe yok. Ang fakat bilimden teşkil tapudu. Bilimni kalp ve tilde tasdiqlatmasdan bir vasıta hareketga aylandırganda özüne qayt tekrarlaydigan bir hareket o'ttirg'i chiqadi. Bu hüküm iktidarıga ega bir məxluq bo'lgan insondan bakrak taraqqiy qilgan sun'iy minga va yuqori darajalik harakat iqtidoriga ega mashina odamga muvofiq keladi. 5. Ma'rifat, tasdiq va iqrorga ega. Ammo amaldan xoli iman maqbulmi? Yiltizi, gavdisi va shixba Amma meyvesi yok bir daraxtni tasavvur qiling. Bundaq daraxtni o'tin bo'lishga yaraydi deyishingiz mumkin. Durust, o'tin bo'lishga loyiq. Durust bir kishi bilgan, aqida qilgan va iqror qilgan turib, aqidasining taqozosi bo'lgan amirlarni ado qilmasligini qandoq tushundira oladi? Halbuki Qur'on izchil holda iymon etgan ve salih amel kılganlar şeklinde kelgen ayetleri bilen iman ve emelnin göç bilen tırnakdek birbirinden ayrılmaz koşmak ekanligini ta'kidlaydi. Qur'onga ishonganligini ilgari surgan bir kishining Allah bürcüp qilgan narsani ayrishi aqidasida samimiy emasligining namoyandasi emasmi? Qadirli qarindoshlar, iman insonning baxti degan kitobdan tadbiriyat sindirisining 22-sida sizlar bilan birlikda imonning 4 qatlamidan ma'rifat to'g'riliq to'xtalyapmiz. İman ma'rifat sifatida tushunchaga yerlashganda o yerdan ko'rinmas shahodat bo'lgan tasdiqqa yuzlanadi va qalb iman aytadi. Neticede vicdanning iman aytishi o'zligidan o'tirg'i chiqadi. Chunki küpning ichida nima bo'lsa, sirtqa u sizidi. Qapoqda nima bo'lsa, sirtqa u tepidi deydi-ku. Shunga o'xshash. Qalbdan tilga yo'nalgan iman tildan bütün organlarga qo'mondonlik qiladi. Mana bu ahvolda til va badan vujudning qo'monda markazi bo'lgan miya va qalb taslim bo'lgan imonga nima uchun
qarshi chiqsin. Lekin menga va qalbdan kelgan kuch yetarli darajada bo'lmasa, vujudni harakatga keltira olmaydi, albatta. Abstrakit bilim yushurun energiyadir. Agar sharqirab eqiyotgan bir daryoga elektrik stansiyasi qurmasangiz, o daryo cho'ng shaharni yuritish u yoqda tursin, o'zining qirg'oqlarini yo'ritolmaydi. Amalsiz bilimning yetarli bo'ladiganligini ba'zi ozg'un firqalar o'ttirib qo'ygan. Hatto iymonning taqozosi bo'lgan farzlarni insondan soqit qilganligini ilgari surishgan edi. Kunimizdagi sen qalbga qara, qalbim pok degan nodonlar yuqoridagilarning varislaridir. İmanning g'oyasi vijdon yoki tushuncha dunyosida mavjud bo'lib turish emas, aksicha hayotni o'zgartirish va go'zallikka ega qilishdir. Chunki inson xalifalik vazifasini imonning tizgini ostida ado qila oladi. O'zingizni bir ishchi deb faraz qiling. Qiladigan ishingizni obdan bilasiz va ishlashingiz kerakligiga ishonasiz. Hatto buni tilingiz bilan ifodaladingiz. Lekin ishga bormadingiz, ishlamadingiz. Ay oxirida maosh talab qilish haqqingiz bormi? Agar maosh talab qilsangiz, sizning bu qilmishingiz ishlaganlar hamoqatdir deganlik bo'lmaydi. Agar sizga maosh berilsa, bu haqsizlik va adolatsizlik bo'lmaydi. Garchi men ishlamagan bo'lsam-mu, kasbimni obdan bilaman, ishlash kerakligiga ishonaman va buni har yerda tilga olaman. Shundoq bo'lgan ekan, bu maoshni elish haqqim bor deyalamsiz. Agar ishlasangiz, emgikingiz uchun dunyoda haqqini olgandek, oxiratda mukofotini olasiz va u qiyomatda hammaga mundaq deyiladi. Mana bu sizlarning qilmishinglarning natijasi. Allah bendelerge zulüm kılıç emasdir. Ali İmran 182. ayet. Mana bu günde kıyamette insan andın bilip yitidu. Lekin bunun nime paydası bolsun? O kaşki men bu hayatım üçün emel evetken bolsam çu deydi. Fecr 23-24. ayetler. Şundak bilim tasdiq ve ikrar bulup emel bo'lmagan vaqtda şu sual soruldu. Aql o'zi bilgan narsalar haqidagi ushurlarni qalbga ivatidi. Qalbi onu tasdiqlaydi. Bu tasdiq tilga ivatiladi ve ikrar qilish bilan qabul qilinadi. Aql, qalb ve til qabul qilgan narsani harakatga aylantirishda to'salg'i bo'lgan amil nima? Bu xil iman türü ziyali, sanatçı yoki o'qimishliqlarning imoni bo'lsa kerak. Shoirning she'ri, yozuvchining asari, islomchining shuari, siyosatchining yig'ini imonning harakatga aylanganligining aniq dalili bo'lalamdi. Ilm ve tasdiq kişinin kufur ve şirkka, ikrar ve amel, günah ve nifakka karşı kurallanışıdır. Bir mümin kılmagan işini eytiş, ikrar ve eytqallarını ada kılması noktası da Kur'an tarafından agahlandırılgan ve çeklengen. Gaydin yoksun emel, emelsiz gaydin yaxşıdır. Çünkü mümin akli, kalbi, tili ve bedenini iman etkuzgan kişidir. Yani gayesiz bir emel, yani gaydin yoksun emel, emelsiz gaydin yaxşıdır. 6. Ma'rifat, tasdiq ve emel ba. Emma ikrarı bo'lmagan iman maqbul bo'lamdi. Bu ortiqcha bir savoldir. Agar bir inson tilsiz yoki ma'lum sabablar tufayli gap qilolmasa, o'zrisi bo'lganligi uchun iymoni maqbuldir. Jon va vujud xavfga uchrasa, o xatar o'tib ketguncha iymonini yushirib
turishqi bo'ladi. Bu fiqhda taqiyya deb atiladigan bo'lib, şartlari haqida mazhab imomlar o'rtasida ixtilof bor. Nahl 106-oyatga asosan bu xil shart sharoitlarda iymonini yushirib tursa bo'laverdi. 7. Ma'rifat, iqror ve amel bor. Ammo tasdiq bo'lmasa bu iymon maqbulmi? Bu asri saodatdagi mutlaq ko'p sondagi munofiqlarning holatidir. Ular bilatdi, iqror qiladi ham amel qiladi. Lekin qalblarida kasal bor edi. Öz davrida bu xildagi kishilarni yaxshi niyat, keng qo'saq bo'lish nuqtasidan mu'min deb qaraganlar va ularning nifoqi haqida munoza qilishganlar bo'lsa kerak. Oyat munofiqlarning nifoqiga qarata keng qo'saqlik bilan muomala qilganlarga mundaq xitob qilgan. Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldi? Nima uchun munofiqlar haqida ikki guruhga bo'linib ketsizlar? Allah ularni qilmishlari sababli xor qildi. Allah azdırgan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bo'layotgansizlar. Allah kimni azdursa, sen onun hergizmo to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Nisa 88-oyat. Mana bu ahvolda bilsa, lekin tasdiq qilmasa, bu iymon maqbulmi? degan savol muhim ahamiyatga ega. Tasdiqsiz ma'rifat, iqrorsiz tasdiq bo'lmaydi. Ma'rifat va tasdiq elektrik yetkazilgan simdagi nol va musbat liniyaga o'xshaydi. Bu ikki liniyadan kelgan energiya vujudda harakatga aylanib, oldi bilan tilni iqror, ondan boshqa organlarni amal harakatiga keltirdi. Natijada so'z va harakat maydonga keladi. Bulardan birisi so'z, yana birisi harekettir. İqrar imanning ikki shahodatga ixchamlanishi. Amal ikki shahodat la ilaha illalloh Muhammed Resulullah'ning harakat ve hayatga aylanishidir. Eğer ma'rifat tasdiqdan ayrılsa, fakat ko'rinish bo'lib qoladi, tushunchaga aylanadi. Menga til ve beden birlikte vücutga chiqargan harekatda qalbning o'rin olmaganligini ifodalagan bu ahvol haqiqatan g'alati bir holatdir. Bu kishining ahvoli ma'lumot qachilangan, gap qila oladigan va harakat qila oladigan yuqori darajalik mashina odamnikidan farqsizdir. Biladi, bilgini aytadi ve aytganlarini qiladi. Lekin bularni qilganda qalbini bu faoliyatga qatnashtirmasdan ro'yobga chiqardi. Bu ahvolda u kishining ya qalbi bor yoki qalbi yo'q. Agar inson turib qalbi bo'lmasa, o tashqi aylanib ketgan qalbini qaytadan jonlantirib, bu buyuk kunga sog'lom bir qalb bilan tayyorlik qilishi kerak. Agar qalbi bor, lekin tasdiq qilishdan qasddan o'zini tortgan bo'lsa, o kishi mu'min emasdir. Onun beden memleketinde hakimiyet kürüşü mevcut bulup, bu küreşte beden memleketi parçalangan, paytaxt kılıp düşmanın işgali aslında kalgandır. Paytaxt, yani bu küreşte beden memleketi parçalangan, paytaxt kılıp düşmanın işgali aslında kalgandır. Paytaxt boğan kılıp düşmanın işgali aslında kalgandır. Tasdiq ko'ngilning amali bo'lib, organlarning amali qalbning amalidan ayrim vujudga chiqmaydi. Kun kelib bütün organlar qalbga bo'ysunib, bütün beden kufrning ishg'ol qilishiga uchrashi mumkin. Xulos kalam, iymon ham ma'rifat, ham tasdiq, ham iqror, ham amaldir. Bu to'rt qatlam bir-birini to'liqlaydigan bir gavdadir, bir gavdaning parchalaridir. Ağның bu to'rt qatlimi birleşkende hem iman hem amel o'ttirib chiqadi. Bu to'rt qatlamdan
ma'rifat ve tasdiq imanning ko'rinmas, iqror ve amel ko'ringan qismidir. Bilim ve tasdiq bilan ishki bütünlük, iqror ve amel orqali tashqi bir bütünlük hosil qilinadi. Aldıqı ikkisi ve keyingi ikkisining jam bo'lishi bilan haqiqiy tavhid o'ttirga chiqadi. Mana bu 4 qatlamning hammasini o'zini mujassamlashtirgan mu'min imanini kamolatga yetkazgan mu'mindir. Shundaqla muvahhid bir musulmon bo'lgan bo'ladi. Bu maslashish aqlda ishonch, farosat va irfon, qalbda ihson, muhabbat ve bilish, tilda amin ve salam, emelde ihlasni vücudga çıkarıp. Kadirli kıyımdaşlar. Hem de tasdiq doğruluk birlikte ürünümüz, şununla bugün tayyorlik qilgan derslerimiz mishati tugaydi inşallah. Yani bir qancha minut vaqtinglarni sizlardan tilayman. Yani neçe minut bo'libdi bir qarab baqili. Yani 41 minut bo'libdi canım dostlarım. Yani ügünüp atqınımız qo'lamdagi bu iman insanның baxt saadeti degan Mustafa Aslam oğlu ustazdın kitabı Batur Qaraxallı kardeşimiz tercüme qilgan. Men sizlar bilan birlikte ügünüp atman canım dostlarım. Tasdiq bir narsaning haq va mavjud ekanligini qalbning e'tirof qilishi, o narsa haqida qilcha shubha qilmasligidir. Tasdiqning markazi qalbdir. Qalb vujudning markazidir. Bu sababdan aqlning 4 qatlami ichida eng boshda o'rin og'ini vijdondir. Vijdonning rahat bo'lishi va bir narsani qabul qilishi iymondir. Albatta vicdan dini bo'lmagan bir turkum narsalar uchunmi besiqidi va ularni qabul qiladi. Bu yerda tilga olmoqchi bo'lgan nuqta ular emas. Biz bu yerda dini iman haqida to'xtalyapmiz. Demasmi, ilohiy bo'lmagan narsalarni qalbning tasdiq qilishi iman deyilmaydi. Kundalik turmushdagi odatdagi bir turkum uchur va ma'lumotlar uchunmi ishondingmi? İşendim degandek savol javoblar ishlatiladi. Tasdiq uchun ma'lumot, ya'ni ma'rifat shart. Kishi bilmaydigan narsani tasdiqlamaydi. Yo'q narsaning yo'q ekanligini, mavjud narsaning borligini bilish kerak. Bir narsani tasdiqlash uning haqida ma'lumotga ega bo'lishni taqozo qiladi. Aql vahiy orqali ega bo'lgan imonga munosabatlik ilohiy uchurlarni qalb aynigida aks ettirdi. Bu nuqtada vahiyning o'z peti qalb ekranida aks etishi uchun ikki narsa pok va suzuk bo'lishi kerak. Birinchisi aks ettiruvchi bo'lgan aql, ikkinchisi qabul qiluvchi rolini o'ynaydigan qalbdir. Yani bu ikisi pakiz bo'lmasa, yani Qur'onning ifodasida aytganda salim bo'lmasa, vahiy aqlga, uningdan qalbga tutuq, ojiz va xunuk holatda aks etadi. Ba'zida aql salim, qalb salim bo'lmasligi mumkin. Bu ahvolda bilim imonning oldiga o'tadi va tangpo'ngsizlik paydo bo'ladi. Kishi bilginichilik aqida qilmaydi, qilolmaydi. Qalb ayniki suzuk bo'lgandila andin bilim o'tkili orqali olgan vahiyni vujuddagi boshqa organlarga sog' salomat yetkazib beradi. Bu ahvolda vahiy tushgan vaqtdan boshlab öz peti mu'minning söz hareketi namoyon bo'ladi. Rasululloh buning eng yaxshi o'rnikidir. Vahiy uningga hech qanday o'zgarishga duch kelmasdan tuyg'u, tushuncha, iymon, bilim, axloq va harakatga aylangan edi. Bu sababdan Alloh tarafidan eng yaxshi ulga deb
ko'rsatilgan edi. Ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'arif, axloq va jismi shirik bombardimini ostida qilib, moddiy va ma'naviy kishilik parchalanib ketgan davrimiz musulmoni Rasulullohni to'nib yetishda qiynalmoqda. Bu sababdan o örnek bo'lgan qimmat qarashlarni kunimizga elib kirolmayotdi, uni o'ziga o'lga qilolmayotdi. Tarixda iymon faqat tasdiqdan iborat degan firqalar o'tgan. Bu firqalarning dalili iymonning so'zlik ma'nisidir. Chunki iymonning so'zlikdagi ma'nisi tasdiq bo'lib, iymonning lug'at ma'nisiga xos qilib, tasdiqdan iborat deb qarash iymonning vijdonga qamab qo'yishdan boshqa narsa emas. Bu ibtidoi ilmoniylikdir. Ma'rifat qismida tilga olib o'tilgan bir qator masalalar tasdiq xususida o'xshash kuchga ega. Chunki iymonning qatlamlari haqida to'xtalgan bu bob iymonning ma'rifat, tasdiq, iqror va amaldan iborat 4 qatlamini asos qilmoqda. Endi tasdiq qatlamida ko'rilgan bir qancha masala haqida to'xtalib o'taylik. Birinchi tasdiq bo'lib, ma'rifat, iqror va amalsiz iymon maqbulmi? Oldi bilan tuvandagi savolni so'rashga to'g'ri keladi. Bilinmagan narsa qandoq tasdiq qilinadi? Shunday emasmi? Bir narsa haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, uni tasdiqlashdan eg'iz ochqilib bo'lamdi. Ahvol shunday ekan, tasdiqning o'z oldiga iymon bo'lishi aqliy nuqtadan elib aytgandimi mumkin emas. Qalbning tasdiqi aql olgan ma'lumot, ya'ni vahiyni qalbga aks ettirishi bilan mumkin bo'ladi. İqrorsiz tasdiqmi bunga o'xshash bo'lib, iqror qilingan vaqtda tasdiq maqbul bo'ladi. Agar kishi tasdiq qilib turib iqror qilmasa, o kishiga shar'iy hukmlar qandoq ijro qilinadi? Musulmonlar o kishiga qarata din qarindoshlik majburiyatini qandoq ado qiladi? Bu ahvolda mayit namozini o'qish va musulmonlar mazorligiga dafn qilishdan eg'iz ochqili bo'lamdi. Agar iymon qalb tarafidan tasdiq qilingan bo'lsa-mu, lekin aql, til va badanga ta'sir ko'rsatmasa, bu iymon hur emas, balki mahkum, kuchi yo'q iymondir. Qalb bu iymon uchun zindondir. Bundaq ahvolda iymon uzun muddat mavjud bo'lib tura olamdi. Ikkinchi, tasdiq va ma'rifat bo'lib, iqror va amal bo'lmagan iymon maqbulmi? Bu savolning javobi uchun ma'rifat temasidagi ikkinchi mavzuga qarang. Javobi o'xshashdir. Uchinchi, tasdiq va iqror bo'lib, ma'rifat va amal bo'lmasa, iymon maqbulmi? Ma'rifatsiz hech narsaning bo'lmaydiganligini birinchi mavzuda tushuntirib o'tdik. Amalsiz tasdiq va iqrorga kelsak, bir kishi qalbidan tasdiq qilib, tili orqali ishonganligini aytsa, lekin ishonganligini bayon qilgan bu narsani tatbiqlamasa, uning samimiy ekanligi kishini shubhalantiradi. Nima uchun qilmaydigan ishni tilga olsizlar? Sab 2-oyatida tilga olingan azar bu xil kishilar uchundir. 4-chi tasdiq va amal bo'lib, ma'rifat va iqror bo'lmasa, iymon maqbulmi? Bu savolning javobi aniq. Bir narsani bilmay turib, uning haqida hech qanday ishni qilg'ili bo'lmaydi. 5-chi tasdiq, ma'rifat va iqror bo'lib, amal bo'lmasa, iymon maqbulmi? Bu savolning javobi 3-savolda berildi. 6-chi tasdiq, iqror va amal bo'lib, ma'rifat bo'lmasa, iymon maqbulmi? Bu savolning javobi 4-savolda berildi. 7-chi tasdiq, ma'rifat va amal bo'lib, iqror bo'lmasa, iymon maqbulmi? Aql, qalb va badanni hokimiyati ostiga olgan iymonning tilga hukmron bo'lolmasligi mumkinmi? Bo'libmi amr bil ma'ruf va nahi anil munkar ibodati har bir mu'minga farz tursa.
Aqlga burhan, qalbga sultan, tizga daman bo'la olgan iymon, tilga farmon bo'la olmaydi. Yig'inchoqlaganda iymon ham tasdiq, ham ma'rifat, ham iqror, ham amaldir. Tasdiq bularning ayrılmaz bir parçasıdır. Tasdiqning bo'lmasligi aqidada nifoqning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Qur'onda munofiqlikning bu turi kofirlikdan qattiq ayiblangan bo'lib, oxiratda yerining jahannamning eng cho'nqurida bo'lganligi bayon qilingan. Munofiqlar cho'qim dozoqning eng ostingi qavatiga tashlanadi. Nisa 145-oyat. Bu noktada nifaq bilan Rasulullah tavsiye qilgan ve imanını güçlendirdiğen şübheden ibaret iki narsani biriga aralashtirib etmesi gerek. İmanını izleniş arqılı qo'lga keltirganlar bilan atı miras şeklinde imanға ega bo'lganlar o'ttirisida cho'ng farq mavjud. Bedel tülegenler ve uzun müddet imansızlık çölüdü çankıgandan keyin imanның süzük buluğuna erişkenlerinin imanını baş tacı kılganlığı, onu bir bovak, bir güldek asrap, perviş kılganlığını görürsüz. Ula şübhini hakikatki eriş sepride bir energiya süpüzü işletken ve hakikatini tapkandan keyin şübheden hali bo'lganlardir. Ular iman toluqi yeganligi uchun imonidan ayrilib qilishdan ansiraydi. Lekin imanni atidan miras sifatida qabul qilganlarning badal to'lamaganligi uchun imonining qadriga yetmaganligini ko'rasiz. Har mirasxo'rga o'xshash bu turdagi kishilar imonning qadr qimmatini oldinqilardek tushunib yetolmaydi. Onundan ayrilib qilishdan ansiramaydi. Kişinin iman etken bir narsening qandaq vücudga chiqadiganligiga qiziqishi onun imanға ta'sir ko'rsatmaydi. Bu qiziqish ko'nglini texmi xotirjam qilish arzusidan iboratdir. Bu arzuni o'zi iman etgan masalalarda elchilarmi his qilgan. Buningga Hazreti İbrahimning Rabbidan o'likni qandaq tirildirganligini so'rashi va ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'lishi misol bo'la oladi. Allah işenmey vatam sen İbrahim. Ondaq emas, işendim. Lekin ko'nglim tinsin, mutmain bo'lsin deb ko'rmoqchi bo'ldim deydi. İşenmey vatam sen Allah'ın olsun. İbrahim Aleyhisselam'ın so'ragan suali. Ondaq emas, işendim. Lekin ko'nglim tinsin, mutmain bo'lsin deb ko'rmoqchi bo'ldim deydi. Sure Bakara'nın 260. ayetide. Kaderli qarindoshlar, qulimizdagi iman insonninki, insoniyatning baxt saodati degan bu kitobning inshaalloh eng oxirgi darsini 23. tadbir yay sin darsimizda birlikda o'rganamiz. Iqror o bölümde o'rganganimiz, amal, ondan keyin kitobninki xotima qismi. Kaderli qarindoshlar, shunda qilib 287 betlik bu güzel bir ilmi eserinin kitapның oxirgi vaqtlariga kelib qoldik. İnşallah kelar soatda bu eng oxirgi mazmun bilan ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.